Assalomu alaykum aziz muxlislar. Yana biza darvoza sexlaridan darvozalarning narxlari, sifatini ko'rsatishda davom etaveramiz. Men hozir kelib turgan joyim Qashqadaryo viloyati Kitob tumaniga kelaverasizlar. Mana Alakan darvoza sexidan uy uchun, hovlilar uchun chiroyli darvozalarda narx-navosini ko'rsataveramiz. Birin-ketin. Xo'p, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xo'p, qani darvozalarni biladi, narxlari, sifat haqiga muxlislarga bir tushuntirib o'tingchi. Narxlar o'sha bo'lib turibdi hozircha. Material ko'tarilgan bo'lsa ham 650 ming so'mdan gruntovka holatlariga chiqyapti darvozalarimiz. Hozir bu ko'rib turgan darvozangiz mana bunday holatga chiqadi, xudo xolasa. Mana shu darvoza tayyor bo'lsa, shu holatga keladi. Uchtadan chaspalar qo'ygan bo'lsa, ikki yonlari taglar shivillar, profillar 6 to'rt, listlar 1.3 lik listlardan bo'lgan. Chetiga yurgan pachoq simlari 10 lik, ko'pchilik 8 lik sim qo'yadi. Biz 10 likdan qo'yganmiz. Mana bu ko'rib turgan simlarimiz 10 lik sim, 20 liklarimiz Dyson kerak, eng qimmatdan bo'lgan. Ko'pchilik mana buni 10 liga 10 lik emas, 8 likdan juda ingichkasidan qo'yadi. Kuchsiz bo'lib, ertadan ko'palib ketishi mumkin. 10 liklardan bo'ladi. Jestlarimiz 1.3 gacha jestlarimiz bor. 0.7 dan boshlanadi, 1.3 gacha bor. Eng qalinlarini qo'yamiz. Profillarimiz ham 6 profillardan. Chaspa. Chaspalarimiz 3 tadan bo'ladi. Tepa qismiga 2 ta bo'ladi, past qismiga bittagina bo'ladi. Zamoglar power. Bu darvozamizga o'rtacha qo'yiladigan narsa. Ochilyapti. Tavuk deydi bu narsani, juda qimmatdan qo'yilgan. Buni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Mana bu hozir ko'rib turgan darvozangiz korobkalari, tepa qismiga gulxoylari bor. Havo aylanish uchun lazer lenslarni qo'yib berganmiz tepa qismlariga. Va aytib o'tgandek, tavuk deganimiz mana bu narsa bo'ladi, juda yumshoqqina aylanib yopiladi. Xudo xolasa buzilmaydi, bir 20-30 yil xizmat qiladi kamiga. Yuqori pastdan birdan o'chib yotadi. Juda yumshoq va qimmat narsadir. Mana shulardan qo'yib beramiz. Tepa qismlarni bitta ko'rsatib o'ting klientlarga. Har xil naqshlari bor. Kim qanaqa naqsh xohlasa qilib beramiz. Lazerga kestirilgan. Mana lazer kesilgan. Kimga qanaqa fason kerak bo'lsa, xudo xolasa qilib beramiz. Bu hozir gruntovka yarim tayyor. Bu gruntovka tayyor holat, germetik ishlari bo'lgan. Sepilni gruntovkalarni sepib, klientimiz mokriy rang tanlagan annatonni bir xil sepib beramiz. Klient ko'rsatasiz egasiga. Обязательно materiallarni ko'rgandan keyin boshlaymiz kraskalarni. Korobka shivillar bo'lgan. Korobka shivillar bo'lgan, ikki yon taglari shivillar bo'lgan. Tepa qismiga, yana mana bu qotma qismiga ochilmaydigan joyiga ham 10 profillardan baqlatdan qo'yib berganmiz. O'ynamaydi, shatta saqlamaydi. Kaletkalari отдельно. 4 metrga 370. Bu necha pulga tayyor bo'lyapti endi? Bu kvadrati 650 mingdan yasalgan. Buni ochiqcha gap 650 mingdan ko'p past olmaymiz. 650 dan pastroq olsak, sifat yo'q bo'ladi. Gruntovka sepishga hojat bo'lmaydi keyin. Keyin 1 yilga olmay zanglar ochilish boshlanadi. Xullas sifatga ta'sir bo'lib ketadi-da. Shunday. Bu darvozamiz. Qanaqa darvoza? Bu darvozalarimiz rushniy darvoza 1.8 lik listlar ishlangan. Hozir orqa qismi oldin ham ko'rsatib o'tamiz. Bular metr kvadrati 1 million so'mdan boshlanadi. 1 milliondan boshlanadi, 1 million 200 minggacha bir qavatli darvozalarimiz chiqadi. Rasm bilan yo'qmi? Rasmlarni hozir ko'rsataman. Yana oldin qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu darvozamiz mana kaletkasi kirib chiqadigan. Bu alohida kalitkaligami? Ha, bu alohida kalitkalik, katta darvozasi mana bu bo'ladi. Qachon mashina kirsa ochiladi. O'zlari mana bu kichkina eshikdan kirib chiqib o'rtaga yana sesma qo'yilgan. 1 metrga 3 metr razmerga yasalgan. Katta darvozalar ham shu 3,5 ga 3 metr razmerga yasalgan. Shu darvozaning yoniga. Shu darvozaning yoniga.
Bular tayyor bo'lsa rasm bo'ladimi? Rasmi bor, mana bunaqa fasonga chiqyapti. Xuddi mana shu holat gap bular. Bu ham anatonni to'q shikolat rang tanlaganda shundan sepib beramiz. Endi qayerga bo'lyapti endi? Bu koynaga bo'lyapti, bashir tarafga bo'lyapti. Kitobda o'ziga yuqori. Bemalol kraskadan oldin chaqiramiz, kelib materiallarni ko'rib, keyin undan keyin gruntovka kraskalarni sepamiz. Mana bu darvozamiz korobkasi bo'yi hozir ko'rsatganimizda. Mana bu. Buni splashnoyligidagi ruchnoy deganimiz 3,5 metrlik. Ikki yonlari taglari ham ko'rsating, bemalol shivillar ulanmaydi, hech joy. Ikki yon taglari uloq bo'lmaydi. Butun shivillardan. Butun shivillardan bo'ladi. Materiallar shegan hammasi. Materiallar shegan, har kun shuncha tushiramiz, ishlatamiz. Materiallar ko'rib, bemalol xohlagan odamlarni olib kelib ko'rsatsinlar, jisni, profilni, kraskani eng yaxshilariga ishlaymiz. Xo'p, bu darvozamiz qanday bo'ladi tayyor bo'lsa endi? Bu ikki qavatlik, mana bu ko'rinishga bo'lyapti. Juda ko'p olinyapti shu darvozadan. Bir qavat, ikki qavatligini ham yasab beramiz. Bir qavatligi 1 million 100 ming so'mdan chiqadi. Ikki qavatligi 1 million 300 mingdan chiqadi. Ozgina hadovoy bo'lyapti-da mana shu. Hadovoy bo'lyapti. Hozir bu men bemalol ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Chaspaylari ham katta chaspaylardan, pachulnili chaspaylar. Bemalol ertandan 1-2 oyda, 3 oydan keyin ham uncha bo'lmaydi. Yog' quysa ham bo'laveradi. Yog' qo'yib ishlatsa bo'ladi. Ishlatsa bo'laveradigan mana. 3 ta bo'lyapti-ham. Agar bir qavatli xohlaydigan klientlar 1 milliondan qilib beramiz. Mana chetdagi profilchalarni qo'yib bermay, nalishini o'zini qo'yib bersak 1 milliondan bo'ladi. Hozir polni nalishnik aylangan-a bunda. Hozir xudo olsa profilcha aylanganga 1,5 orqasidan jest aylanadi. Mana bu ichki qismiga stiklavatalarni qo'yib bo'lgandan keyin ikkinchi qavatdagi jestni taylab beramiz. Bu duxstaronni bo'lyapti-da. Shunday, 1 million 300 mingdan olingan. Mana muxlislar duxstaronni so'raganlar. Rus qishloqqa boryapti, kitob bu ham manzil. Telefon qilib so'raverasizlar. Endi zakaz olish jarayoni haqida aytib o'ting. Manzil Bizga Rossiyadanmi, Qozog'istondanmi, farqi qayerdan telefon qilsa ham borib, mana shu Qashqadaryo viloyati bo'yicha borib, o'lchab, razmerlarni olgandan keyin zaklatini olamiz, bir hafta davomiga olib o'rnatib beramiz. Bu razmerimiz eniga 420, balandligi 380 razmerga chiqqan. Turgan joyimiz manzilni ham tushuntirib o'ting, kelayotganlar uchun. Manzil shu Kitob bozoridan 2 kilometrdan keyin eski raddomdan olingan. Adashbo to'yxonasining yoniga, somsaxonasining yoniga joylashgan. Kelish yo'lga o'ng kelayotgan odam bemalol bozordan o'tgandan keyin tepa qismiga qarab chiqishga chap qo'lga xohlaydiganlar lakasi taylab beramiz. Bu hozirgi darvozalarimiz jestlari bo'ladimi? Ha, bu hozirgi darvozamiz jestlari bemalol kelib klientlari ham ko'rishlari mumkin. Chista 1.8 jestlardan olib kelamiz, 20 ta churib qo'yganmiz. Mana shu darvozaga ishlatamiz. Bemalol jestiga allaydi deydigan klientlar kelib jestini ko'rib, ko'zlarini olib, tekshirib ko'rishlari mumkin. Mana bu yerga hozir bir qavatlik boya ko'rsatgan darvozamni yasalyapti. 1 million 100 ming so'mdan olingan. Bu Makrat qishlog'iga qo'yiladi. Bu bir qavatlik-a bu? Bu bir qavatlik, Makrat qishlog'iga qo'yiladi. 1 million 100 ming so'mdan olingan. Hozir anons ketyapti-da. Shpakilovka malarka ishlari davom etyapti. Bunaqa og'ir darvozalarni klientlar uyiga borib sepib beramiz. Yo'lga kraskasi qirilishi mumkin. Yo'q, og'ir darvoza tushirayotgan vaqtlari ham qirilish ehtimolligi ko'proq, shuning uchun ham klient uyiga sharoit qilib yetsalar, oyoqdagiga borib uylariga sepib beramiz. Agar sharoit qilib bera olmasalar, iloji yo'q, sexga sepamiz. Ham sifatini ham ko'ra oladi-da. Ha, bemalol xohlagan mana bir xil arzon kraska sepasan deydiganlar bemalol ko'rishlari mumkin. Mana bu jestlarimiz 1.1lik jest, 1.2 deydi, 1.1 chiqadi. 1.3liklari ham chiqqan. Tagorga qarab bosaveramiz. Telefonlashib kelaverasizlarmi?